Obunachilar, xudo xolasa bu qani o'sha dalabaf variantlaridan so'ragan hoji akalarimiz uchun bugungi vobshe zo'rladim topib qo'ydik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Shuratus YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Akalar, mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha arazonchilar va o'ptimchilar yig'ilgan qishloq Sariqshoda sotiladigan yosh buqacha va hunojin bor ekan. O'shalar azorini beramiz. Kanalga bittadan like bosib, obunani bosib turasizlar. Bugungi o'sha yeb ichib turgan svejiy variantidan ko'rsatib o'tamiz. Quruq somon yeb turgan variantlardan bir Dehqon akamizning sotiladigan yosh buqachalar bor ekan, o'shalar obzorini olib beramiz. Kanalga bittadan like bosib, obunani bosib, videoni oxirigacha ko'rsalaring juda ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Qani bo'lmasa, to'liq ma'lumotlar o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa, mana bugungi to'liq ma'lumotlar Dehqon akamiz o'zlaridan olib beramiz. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Sho'ja obunachilari, assalomu alaykum hammalaringga. Sho'ja mana bugun 10 tani O'sha soni 15ga yaqin yosh buqa va hunojinlar bor ekan. Qani bo'lsa bular bir boshqacha mash kattalaridan boshlayveramiz. ishlarni ham ko'rsatib, Ishlarni bir qator ko'rsatib o'tildi. Agarda mavzu ma'qul keladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, narxlarni kelishtirib, dastavkasini qilib beriladi. Qani bo'lsa, mana shundan boshladik. Buni bo'yvasizlar qanaqa? Buni bo'yi primerni aytib ketaveradi, mo'ljal qilib. Mo'ljal aytilaveradi. Bo'ylar 1.15 plus atrofida. Shu qo'li variantlaridan bo'ylar 1.15. Bular narxi qanaqa bo'ladi? Bular narxi 14,5 mingga qo'yib beramiz. 14,5 million so'mga kamiga ayraga o'tib beriladi telefon qilishda. Bular dastavkasini qayerga qilib berasiz? Vodiy bo'ylab Toshkentga qilib beriladi. Vodiy bo'ylab qilib beriladi. Toshkentga. Yo'q, kelishilgan holda u yoqqa ham qilib beriladi. Aloqaga chiqsalaring, mana endi ikkinchisi. Buni ham bo'ylari o'sha 1.10 plus minus atrofida. Shunaqa, ha. Buni narxini qancha deysiz? Buni narxini yengil 14 berishaveradi. 14 million so'mga kami ham bor. Kami ham bor. Shu quruq somonni yeb turibdi. Bular bir qator ko'rsatib o'tiladi. 14 million so'mga telefon. O'sha osib baylab ko'rsatishda keragi yo'q, molni qiynab. 14 million so'mga kamiga ayraga o'tib beriladi. Mana shuni ham ko'rib ko'chat bu ham. Sho'rg'oshlar, pachka variant, oq qulub qo'llardan deydi. Mana bu endi uchinchisi. Bo'ylar 1.5 plus 1.10 atrofida. Buni ham quruq somon deyapti ana. Buni narxini qancha deysiz? Buni ham 14 million so'mga kamiga ayraga o'tib beriladi. Bir hafta sinovi bor. Bir hafta sinov olishaveradi. Havodan yuqadigan kasalliklarga garantiya yo'q. Mana endi mana o'sha keyingisi. Shu xo'ra variantidan so'raganlar uchun tezda aloqaga chiqarasizlar. Buni narxi qanaqa bo'ladi? Buni narxi 13 deymiz. 13 million so'mga kamiga ayraga o'tib beriladi. Bo'ylari o'sha bo'ylar 1.5 plus 1.10 ga yaqin chiqib qoladi. O'lchab ber desa o'lchab berishi mumkin. Telefon qilib, agarda alohida videosini tashlab bering deydigan bo'lsang, alohida bittalab videosini bo'ylarini o'lchab, bir qator ko'rsatib tashlab berishadi. Ana endi mana bu keyingisi. Chetdim ko'rasizlar so'ragan ekanlar, tezda aloqaga chiqarasizlar. Buni narxi qanaqa bo'ladi? Bu 1 plyusni biring buni. O'ylar 1 plus. Bular bu 1 plyus. Hop, narxini qancha deysiz? 11,5. 11 million 500 ming so'm kamiga ayraga o'tib beriladi. Buni varaqlaga ham yashapmasmi? Mana bir qatorni ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rsatib o'tamiz. Shu qo'llari polvon variantlaridan. Mana shuni ham ko'rsataman. Ana endi bu o'sha keyingisi. Bunga ham bo'ylar 1 metr atrofida 1 plus chiqib qoladi. Shu oq boshidan so'raganlar tezda aloqaga chiqarasizlar. Buni narxi qanaqa bo'ladi? Bu ham 11,5 haydab. Buni ham 11 million 500 ming so'mga kami bor o'tib beriladi. Sho'rboshi pachka. Rasululloh hammasi yaxshi, tezda aloqaga chiqsalaring kelishtirib berishadi. Ana endi mana bu keyingi o'sha nojin degan sigir bobidan so'ragan ekanlar uchun bir dona nojin o'sha to'qol variantidan sigir bobidan so'raganlar uchun tezda aloqaga chiqarasizlar. 5 plyus o'sa. Bo'ylar 1.5 plus atrofida. Buni narxi qanaqa bo'ladi? Narxi 10 million ayri bor. 10 million so'mga kamiga ayraga o'tib beriladi. Bo'ylari 1.5 plus chiqadi. Mana quruq somon deyapti.
Ana endi mana bu kichkina narxdan o'sha narx quloyidan so'ragan akalar uchun Ko'ring, orqa mashina ko'rsatinglar. Общий ko'chat narsa bu. narxi ham o'ta qulay variantda. Bitta ko'chat. Bo'ylari ham 1+95 bir atrofida chiqib qoladi. 95 plus deng. Buni narxi qanaqa bo'ladi? Buni 11 xayri bor. 11 million so'mga kamiga ayriga o'tib beriladi. Telefon qilgan odamning ichi bitadi. Bundan nuqsoni yo'q mana shu molda. Tim qorasidan so'ragan ekanlar, tezda aloqaga chiqarasizlar. Mana endi mana bu keyingisi. Bu keyingi. Shoh boshidan so'ragan ekanlar, tezda aloqaga chiqarasizlar. Bunisi ham yaxshi Shurajon. Shoh boshlar, Bunisi ichki ham o'ta variant, qulay. oyoq qullar, polo variantlar. Buni Quruq somon deyapti. Bular qulay. narx qancha deysiz? Buni Shurajon 10 xayri bor buni. 10 million so'mga kamiga ayriga o'tib beriladi. Bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalar, narxlari juda ham yengil bo'ladi. Ular video davomida xato va kamchiliklar bo'lsa, oldin uzr so'raymiz deb bugungi videoga yakunlaymiz. Kanalga bittadan like bosib, obunani bosib qo'yamiz.